zadni mostlik deymiz buni. Orqa reduktorlar hozir katta reduktordan chiqgan. Reduktorlari ham katta baquvvat, orqa reduktori. Ramalari ham ancha ustunlik hisoblanadi. Mana o'rtoqlar, bu yakka ballonning ramasi va oldi ballonlari bu qo'sh ballonniki endi nisbatan ko'proq yuk oladi. Ходовой qismlari, yuk ko'tarish qismlari, ramalariga ham e'tiborlar berilgan, ham uzun bu. Yuk ko'tarish hajmini. 3 tonnagacha yuklab yurishaveradi bemalol. Buni yana afzalligi eshitdim, bu yana kengaytirildi salon, chunki orqaga sidina sal bo'lsa ham ma'lum miqdorda suriladi. 10 sm qo'shildi hisobda. Qorni bor akalar uchun ham biroz qulaylik, to'g'rimi aka? Misol uchun keling, shunga biroz oydinlik kiritaylik. Misol yarim pulni bersam, 2 yilga, 2 yilga shunda nasiya qanchaga tushadi? Nasiya savdo bo'ladigan bo'lsa bu 260 ga 172. 260 ga 172. Uzun mana 260 o'rtoqlar. Mana zavodskiy gaz ekan bu ham. Buni ham zavodskiy gazdagi. Benzinlilari ham bor buni. Benzinlari. Akalar, ukalar yukingiz bor. Uzoq yo'lga yuk tashish bilan ish qilasiz. Bo'lmasam yaqinmi, farqi yo'q. Eng lyuksini qidiryapman. O'sha Xitoy yuk mashinalarini sifatli, zo'ridan, yaxshisidan qidiryapman deganlar uchun Shinrey restyling qilib yangilangan versiyasi T30 qo'sh ballon, xohlasangiz metan, xohlasangiz benzin qilib sidinalar kabinasini ham kengaytirgan holatda. Eng qizig'i 1-2 yil oldin aka Shinrey o'sha menejer akalarga aytardi, kredit qilib nasiyaga ham chiqaringlar deganlar. Mana vaqt kelibdi, Xudoga shukr, shunaqa imkoniyatlar qilishdi mana. Xohlasangiz 30% ni bering, nasiya savdo bor ekan. 40%, 50% 2 yilgacha bo'lib to'laverasiz, xudo xolasa. Gideta bir 4 million oshiqdan tushar ekan. Muntazam yuki bor odamlarga bu hech narsa emas. Diqqat bilan videoni ko'ringlar oxirigacha. Yangiliklar Shinreyda zo'r bo'lyapti. Xudo xolasa, eng chiroyli ham borti ham katta bulardi. Yukni ham oladi. Motor 3 yil 60 ming kilometrga kafolat ham berishadi o'rtoqlar. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ringlar. Yangiliklar zo'ri oldindan ketdik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yangi kelganlar, bizni kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, biz hozir Namanganga Shinrey avtosaloniga keldik. Shunaqangi qulayliklar qilib tashlashyapti. Xohlagan avtomobilingiz bor. Xohlasangiz fermer akalarimiz uchun, bo'lmasam ishchilar bilan ham ishchi, ham yuk tashiydigan akalar uchun qo'sh ballon deysizlarmi, yakka ballon deysizlarmi, dubl salon deysizlarmi, turidan bor imkoniyatlarni bosib tashlashibdi. Hozir menejer Qobil akamiz bilan ma'lumotlarni yetkazamiz. Assalomu alaykum. Sumsiz charchamasdan. Nasiya savdosimi, qanaqa to'lov usullari bo'lsa batafsil beramiz aka va qolaversa mana bu yerda inomarkalar bor turidan. Bularni ham xudo xolasa beramiz. Hammasi bor. Kerak bo'lsa bitta model bor ekan, u o'zini pulini ham bo'lib berishga ham qilib beramiz, xudo xolasa. Diqqat bilan video oxirigacha ko'ringlar. Chiroyli, zo'r video bo'ladi. Like bosib qo'yinglar, iltimos boshlaymiz. Qobil aka, assalomu alaykum. Aka, assalom. Qaranglar. Kepsiz. Terib tashladi. Qobil aka, shu savollarga nuqta qo'yaylik. Batafsil nasiya savdoga qanaqa to'liq ma'lumotlarni beramiz va mashina haqida bilmaganlar xarakteristikalarni berib ketaveramiz aka. Bo'ldi. T30 qo'sh ballonimiz. Birinchi o'rinda ko'pchilikning hozir savoli, nasiya savdo deganda o'zini summasini bo'lib to'lash degan narsa tushunishgan ekan. Ozgina qo'shimcha tushuntirib o'tmoqchiman. Shu narsa. 184 million 375 ming so'mlik avtomobilimiz. Xo'p. Naqd pulga xarid qilishadi. Bu qo'sh ballonli. Qo'sh ballonli. T30 qo'sh ballonli. Bu avtomobilimiz nasiya savdo bo'ladigan bo'lsa, ma'lum miqdorda shartnomadagi summamiz ozgina qo'shiladi. Qo'shilgan holatda undan keyin o'sha holatda avtomobil pulini bo'lib berishga bo'ladi. O'sha ma'lum bir summani kelishilgandan keyin oshmaydi. Shu, Jay darajasiga oddiy misol bozorda 5 ming dollarlik avtomobil xarid qilinsa, 2 yilda pulini beraman desangiz, pashta 7 ming dollar qilib berasiz. Shuni singari o'shanda o'shqab bu avtomobil summasining ustiga ozgina qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin, yo'g'i o'sha summa kelishilgandan keyin boshlang'ichi 30% bilan 12 oyga, 40% bilan 18 oyga, 50% bilan 24 oyga qilib beramiz. 3 xil tarif bo'yicha 2 yilgacha. Yashang. Bemalol olib chiqishlari mumkin. Endi haliga jaydaracha qilib, qisqa qilib variantga berib yuboramiz, deng. Shunaqa variantga. Yashang. Kelishuv bilan. Xo'p, Qobiljon aka, men endi sizlar bilasizlar, qisqacha shu nimalar o'zgarish bor, motorlari qanaqa, yengil texnik holatini aytsangiz. Texnik holati
Qo'sh balonimizniki hozir endi sekin-sekin o'zgarishlar bo'layotgani, oldinlari bir 1.5 motor chiqibgandi. Hozir yana 1.6 motorlar kuchaytirilgan bo'libdi. Sepli motor hisoblanibdi, ponni. Oldinlari ponni Risol. Orqa baloni o'sha qo'sh balon, katta zadni mostlik deymiz buni. Orqa reduktorlar hozir katta reduktordan chiqibgan. Reduktorlari ham katta baquvvat, orqa reduktori. Ramalari ham ancha ustunlik hisoblanadi. Mana o'rtoqlar, bu yakka balonning ramasi va oldi balonlari bu qo'sh balonniki endi nisbatan ko'proq yuk oladi. Hadovoy qismlari, yuk ko'tarish qismlari, ramalariga ham e'tiborlar berilgan, ham uzun bu. Keyin qarang, bu o'sha TL2 ni baloniga o'xshatib kuchaytirilgan oldi. Kuchaytirilgan. Oldi resorlar, Ponni Risol, Oldi resor ekan. Xudo xolasa yukni ko'rdim demaydi inshaalloh. Shunaqa. Bunga zavod tomonlama 2,5 tonna beribdi yuk ko'tarish hajmini. 3 tonnagacha yuklab yurishaveradi bemalol. Buni yana afzalligi eshitdim, bu yana kengaytirildi salon, chunki orqaga sidina sal bo'lsa ham ma'lum miqdorda suriladi. 10 sm qo'shildi hisobda. Qorni bor akalar uchun ham biroz qulaylik, to'g'rimi aka? Keyin o'rtoqlar, bu perforatsiya kojinli sidinalar bo'ladi. Elektrosilitel, monitorlar bor, konditsioner bor, zadniga yurganda orqa kamera bor. Zadniy vid kameralar bor, xudo xolasa. Hozir endi bundan buyog'i aslamno konditsioner. Hozir chiqqan mijoz birinchi bo'lib konditsioner yoqadi. Konditsioner, kelib shu o'tirib ko'rishgan zahoti konditsioner yoqib ishlatib qo'yaman. Bemalol tekshirib, mashinani qanaqa holatda sovitishlarini ko'rishadi. Ko'ryapsizlarmi? Made in Uzbekistan deyapti. O'zbekistonda ishlab chiqilyapti, qaranglar. O'zbekiston milliy brend. Shunaqa o'zimiz milliy brendimiz bo'lib qoldi bu ham. Xo'p, Qobiljon aka necha metr bo'lib chiqyapti bu restyling?lar? 3.15 ga 1.72. 3.15 ga 1.72. Eni ham enligana. 50. Bu qo'sh balonlar bir 2,5-3 tonna olaveradi. Buni kitobida 2,5 tonna berishdi. Kitobida 2,5 o'sha. 3 tonnagacha bemalol olinaveradi. Bu hozir zavodskiy benzinli variant ekan. Benzinligi. Metallisi qancha? Benzinlisi qancha? Metallisi 201 million 250 ming narxi. Benzinligi 184 million 375 ming. Endi Qobiljon aka, shu kafolatini ham bir aniqlashtiraylik. U polni mashinaga beriladimi yoki kafolati qarang, motoriga, xo'p, korobkaga, orqa reduktoriga 3 yil yoki 60 ming probeg. Most, korobka, dvigateliga garantiya berilar ekan. Yaxshi. Xo'p, mana bu yakka balonida. T30 yakka balonligimiz. Motorida farqi bormi bularda? Motori buniki 1.6 motor hisoblanadi. 124 ta. 124 ot kuchi. Buniki 1.5 Donus motor deymiz. O'sha sepli motor, oldingilari chiqqani zubchatili chiqqan. Bu sepli bo'lgandan keyin 115 ta buni ham ot kuchi. Yaxshi. Bu nechiga nechi bo'ladi bu? Buni ham orqa borti uzunligi T30 qo'sh balonga o'xshab 1.72 ga 3.15. Bir xil. Razmeri bir xili. Ne gap yo'q. Tunuka listlardan ham cho'tka qilib Tunuka listni o'zimiz probaga qildingizmi? Probaga qilib qo'ydik. Mijozlarimiz ko'pchilik olishadi, list qildirib olsam, mana bu bortlar shilinib ketmaydi. Yuk mashina bo'lsa ham bir akkuratni haydaydigan mijozlar ko'p. Yaxshi. Shunga mana bunaqa listlarni qilib qo'ydik. Qobilaga endi bular endi 2 tonna duramiz yuk ko'tarishda. Bu o'zi 2 tonna beribdi. 2 tonna beradi. 2,5 tonnagacha ham ketaveradi. Buni narxi necha puldan bo'lyapti, Qobilaga? Buni narxi benzinligimiz 163 million 125 ming. Xo'p. Gazligimiz 173 million 125 ming. Narxi. Misol uchun keling shunga biroz oydinlik kiritaylik. Misol yarim pulni bersam, 2 yilga, 2 yilga shunda nasiya qanchaga tushadi? Nasiya savdo bo'ladigan bo'lsa bu, xo'p, 173 millionlik mashinamiz ozgina summasi o'zgaradi. Boya aytib o'tganimdek, summasi o'zgaradi. O'sha holatda boshlang'ich 30% to'lov qilishadi. 30% da 12 oyga qilib beramiz. 1 yilga, 1 yilga. Yo 40% to'lov qilishadigan bo'lsa 18 oyga bo'ladi. 50% to'lov qilishadigan bo'lsa 24 oygacha qilib beramiz. O'zini pulini bo'lib berish bo'ladi o'shanda, ozgina summasi qo'shilgan holatda. Demak, summasini kelib
shunda kelishiladi, to'g'rimi? Shunda kelishiladi. Aha, tushunarli. Bo'lmasam o'rtoqlar batafsil video ekran pastida telefon qilsanglar, batafsil ma'lumot berishadi. Lokatsiya ham tashlab berishadi, xudo xolasa, bemalol kelib, minib ko'rib, xarid qilib olaverasizlar. Baza ko'p, tashqarida ham turidan bor, ha. Xudo xolasa. Ana endi bu o'sha fermer akalarimiz uchun ham ishchisini olib boradi, ham yuk tashiydi, keyin oilaviy, to'y chiqqa ham ketilaveradi oilaviy. To'g'rimi aka? Juda internetlarda ham ko'p alginaki bo'libdi. Uy qurmoqchi bo'lsangiz, nima yo'nalish bo'yicha usta chaqirsangiz xizmat ko'rsatishga. Hozir elektrik alohida xizmat ko'rsatadi, santexnika alohida qiladi, qurilish bo'yicha beton quydiradigan bo'lsangiz, hamma yo'nalish bo'yicha alohida ustalarni chaqirasiz. Hammasi o'zini spes texnikasi bilan kelibdi-da. Oldinlari bitta ustani chaqirsangiz, ular o'zi sekin kelib shogirdlari bilan bo'lgan. Hozir komplekt instrumentlar bilan yuraveradi. Durjolniy. Bu avtomobil shunaqa. Yana bitta obunachimiz yaqinda telefon qilishdi, aka, menga dubl salon kerak. Ha, nima qilasiz dubl salon desam, men to'ylarga kolonka olib boraman. O'sha sostavlari ham bor ekan, kolonka. O'shanga sostavni ham o'sha kolonka instrumentlarida qulaydi aka dedi. Bu ham uzunroq bo'lar, ha? Necha metr chiqqan aka? Bu qanaqa yo'nalish bo'lsa ham to'g'ri kelib qoladigan mashina bo'lib qoldi-da bu. O'shada 260 ga 172. 260 ga 172. Uzun mana 260 o'rtoqlar. Mana zavodskiy gaz ekan bu ham. Buni ham zavodskiy gaz degan. Benzinlilari ham bor buni. Benzinlari ham bor. Benzin olib, metan emas, propan qo'yamiz deyishsa ham, benzinligini xarid qilsa, mashina o'sha kerak bo'lsa, garantiyadan chiqib ketmagan holatda gazligacha qo'ydirib beramiz hammasini. Qarang, motori bir xil mana yakka balon. Motori yakka balon bilan dubl kabinani motori, xadovoyi, salonni ichi, reduktorlari hamma joyi bir xil. Bir xil. Faqat buni orqa borti sal kaltaroq. Mana bu plus odam soni qo'shilganligi uchun kaltaroq. Lekin mashina polni bir xil narsa. Keyin Qobil aka yana bitta ma'lumot, shu motorlar, misol uchun yuki bilan o'rtacha yuziga qancha rasxod qiladi? Benzin rasxodi 8 litr yozilgan dokumentida, kitobida. Primerni 10 tagacha. Endi bu yog'i mana yozish kuni kelibdi. Nimaga? Yuk ham yuklashadi, yukdan tashqari plus o'zingizlar bilasizlar, konditsioner bor mahalda ma'lum miqdorda rasxod ko'payadi. Ko'payadi, to'g'ri. Ko'paygan sari endi unaqa strashniy ko'paymaydi-da. Shu holatda 10 tagacha ichadi. Xo'p, ilgari xaridorlar biroz o'ylanishardi. Zapchasini nima qilaman? Zapchasini buni deganlar uchun o'rtoqlar xudo xolasa o'zimizda ishlab chiqaramiz. Zapchaslar VIP, xudo xolasa. Zapchasdan xohlasangiz, xohlasangiz mana shu Qobil aka o'zlari ham mana zapchaslar turidan bor. Agar bu yerda yo'q bo'lsa, mana amortizator deysizmi, hammasidan bor. Yo'q bo'lsa, telefon qilishadi, topib beriladi. Keltirib beramiz. Uni muammo yo'q. O'zimizni eskalatimizda zapchasdan muammo yo'q, turibdi. Endi biz bu yerda joyimiz kichkina, ko'p narsa olib kelib qo'ya olmaymiz. Keyin yana bir narsa o'rtoqlar, mana dubl salon ko'ringlar, bir ko'rsatib qo'y salonlarini ham. Mana sidinalar, albatta bu ham koja, bunaqa materialli emas, bagati, salon tarpetga hamma yo'g'i chiroyli va mana orqa o'rindiqlarni ham ko'rib turibsizlar. Uzun, kenggina. Misol uchun 3 kishi ketaveradi, 4 kishi ham bemalol ketaverar ekan. Juda keng chiqqan. Men o'zim ham mana bo'yim 1.90, xudo xolasa men bemalol sakrab chiqib o'tirib, oyoq uzatib ham ketishim mumkin, chunki mana chiqib o'tiribman bemalol. Xudo xolasa ancha keng ishlangan. Ana endi Qobil aka boshida bir qiziqtirib qo'ydim, ha, o'zini pulini bo'lib to'laydigan mashina bormi? O'zini pulini bo'lib to'lashga bor. BAF M7 modelimiz. Voh. Qaranglar. Bahaybat BAF M7 modelimiz bu. O'sha minivan-da, to'g'rimi? Shunaqa minivan, 11 kishilik bu. Bu 11 kishilik. D kategoriya, ha? D kategoriya kelar bo'ladi bunga. Bu avtomobilimizni ham 9 taligi ham, 7 taliklari ham bo'ladi. Uni prava D bo'lishi shart emas. Masalan, B ning o'zida ham masalan imkoniyati bor uni. Premium klass ekana, qoplaga bular, ha? Yumshoq o'rtoqlar, perforatsiya, koja, orqalardan ko'ringlar. Tur firma uchun ham, sayohatchilar uchun ham, oilaviy, to'g'rimi? Rossiya hammasiga ketaveradi. Mijoz uchun masalan u konditsioner tepazorlargacha hamda orqada o'tirganlar uchun USB kabellargacha ulash uchun sharoiti bor. Sharoitlar bor. Uzoq yo'lga, Rossiyaga, Qozog'istonga qatnaydigan aka. Hammasiga juda ham qulay. Bu
motorlari haqida, bir dvigatel haqida ma'lumot bera olasizmi? Bu dvigateli 2 turbinali hisoblanadi. Hop. 2 turbinalik benzinli motor. Xo'p. R17 razmerda ballonlarimiz ekan. Oldi mana panjaralari ham, o'sha radiator panjaralari ham juda chiroyli. Mashinani Kitga o'xshatib, gabarit ham bahaybat. Premium klass beradi, ana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa. Xo'p, narxi nechi pul aka? narxi 298 million 800 ming so'm. Buni ham nasiya savdosi bor. Bunda hech qanaqa bank aralashmaydi. O'zini pulini bo'lib berish bo'ladi. Necha yilga? Boshlang'ich 35% to'lov qilishadi. 36 oygacha bo'ladi. Ya'ni 3 yilga men o'sha 298 million 800 mingni bo'lib to'layman. Hech qanaqa 350 million bo'lib ketmaydi. Yo'q, bunda unaqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Bunda o'zimizni kerak bo'lsa nomerlarimizni toqib beramiz. Hamma rasxodni o'zimizdan bo'ladi bunda. Buni ham kafolatlari bor, aka? Kafolatlari bor. 3 yil 100 ming probeg garantiya beramiz. Aka, endi buni nima komfort qulayliklari bor, misol uchun funksiyalari deymizmi? Komfortlari katta monitor bor. Mana rollaringiz multirol hisoblanadi. Mexanik korobka 5 skorosklik, ABS tormozlari, ancha jihozi bor o'zi. Buni avtomat ham bo'larmiki? Buni avtomati bo'ladi. O'rindiqlar soni 7 kishilik uni ichida. Bu 11 talik bo'lgani uchun bunda mexanik korobka chiqqan. Yashang. Tak, mana o'rindiqlar orqa vidini ham bir ko'ringlar, xudo xolasa. Bu orqa tomoni bagajlarimizni ham kengligini qarang. Bagaj ham keng. Mana bu sidinlar kerak bo'lsa, yana bu yoqqa yotadi orqa tomondagi uchun. Orqadagi ham sal bemalol ketaveradi. Bemalol ketadi, yotadi. Mana bu yoqqa ham ancha yuk ketadi, to'g'risi, yuklasak ham yukni ham olaveradi. Xullas, to'lov usullari hamma yo'g'ini aytdik. 298 million 800 ming deb berasiz. Misol 50% mi, 40-30% mi misol uchun bersangiz, 3 yilgacha o'sha kelishilgan holda o'sha hech qanaqa narx o'zgarmaydi, o'zini puliga olinaveradi, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi mana bu oilaviy, juda ekonom mashina. Hozir o'zi mijozlar ham ko'rib turishibdi. Swim G03 gibrid model, ko'pchilik bilishadi. Ham tok, ham benzinga yuradi. Bu avtomobilimiz masalan 1,5 atmosferli motor hisoblanadi. Luk, monitori, beskulchi, bakovlari qiziydi, multirol, eko norma sport rejimlari bor. Hamma qulayliklari bor. O'ziga yarasha qulayliklari bor. Salonni ichida masalan ranglar ham qarasangiz, haligi odamni bag'ridan ochiladigan ranglar. Haligi italyanskiy stil berib yuboradi-da. O'zi italyanni salmaysiz. Tagi o'zi zot Italiya mashinasi. Mana o'rtada Italiya bayrog'i ham turibdi. Ko'rib turibsizlar. Mashinani ham kapitanskiy sideniya orqalari, kula hamma yo'q. Qulay, xudo xolasa. Hamma funksiyalari bor. Bu bir zaryad bilan, bir zapravka bilan deylik. 1200 kilometr. 1200 kilometr. 1200 kilometr bosib o'tadi masofani. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr ekan. Bu vodiydan boradi. Vodiydan boradi. Bitta polni bak benzin, uy sharoitida mana bu yerdan bitta zaradga qilib olishadi. Shu bilan yo'lga chiqsa bemalol Qovuzdan aka, mana bitta bu tokka necha kilometr yurishi mumkin? Bu bitta tokkiga примерно 50 kilometr yuradi. 50 kilometr yuradi. Shahar ichiga minadigan odam bo'ladigan bo'lsa, uydan zaradga qilib turib, bolalarni bog'chadan yo maktabdan shunaqa bir choyxonaga chiqadigan bo'lsa, choyxonaga yo ishga borib keladiganlar uchun bemalol zaradkasi bilan borib kelib, benzin zapas turaveradi, ishlamaydi. Yana bitta savol qiynayapti aka. Endi bu o'sha atmosferniy 1.5 motor dedingiz, bunga metan qilsa bo'ladimi? Men bir moslasa. Bularga moslasa bo'ladi. Shunday ekonom. Endi yo'q, bu ekonomga biz iloji boricha tavsiya qilmayapmiz. Endi qiziq so'rayapman. Yo'q, qilsa bo'ladi buni, qilishni ham yurishibdi. Endi ekonom ishni mashinaga abshim metan propan qo'yish. Endi shuni ham iqtisod qilyapmiz qarang. Hisobini qilib qo'ydingiz, yaxshi. Bo'ladi lekin. Rasxod qancha bo'ladi aka? Benzin rasxod 5,5 metrda. O'lsin deydi. Endi 5,5 metr. Uzoq yo'lga chiquvchi odam 3 litr 3,5 metrda. Bu unda
Gapimni qaytib yashang. Bu demak, bu o'sha dvigateli zaryadlab Mana beradi. hozir mashina o'zi yurib turibdi, hech qanday ovozi yo'q. Elektromobil hisoblanadi-da bu asli. Tok ishlab chiqarib beradi benzinga. Motorida qo'shimcha o'zbekcha qilib gapirganda dvijyogi bor ichida. Dvijek. To'g'ri. O'rtoqlar, puli qancha? Puliga qiziqyapti. Puli arzon. Nech pul ekan bu? Puli 239 million 467 ming. Tak. Где-то bir 19 ming, 20 ming 20 ming atrofida bo'ladi. Buni ham mana bu 3-qator sidinalari yotadi. Mana bundan keyin yana bu yoq dakansi yig'ishtiriladi, damas singari. Bemalol yuk yuklarni ortib ketaveradi bu bilan. Pulim yetmasa-chi, Qobiljon aka? Pulingiz yetmasa qilib beramiz. Uni ham yo'llari bor. Yo'llari bor-a? Ha, boshlang'ich 25% bo'lsa, bu yog'ini cheriz bank qilib bo'lsa ham chiqazib beramiz. Bo'ldi. Bu pul oz degan mijozni ishini bitkazmay chiqazib yubormaymiz. Qobil aka, to'g'risi hozir eng oson ish mashina olish bo'lib qoldi. Haligi. Pasport bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, shuni ketlar. Shunaqa. Yashang. Xo'p, mana bu eng nima deydi? Sportivniy stilda G01 FF. G01 SVM da eng oxirgi retsalning pozitsiyasi bu. Bu aka zavodskiy navorot bo'lib chiqqan, to'g'rimi? Bunga mana spoilerlari, hamma narsasi o'zi zavod tomonidan qo'yilgan narsa bu. Ortiqcha narsa qilishni keragi yo'q. Bu mana shunday turgani o'sha zavoddan chiqqan. Endi bu yog'i qo'shimcha hech qanaqa nakasi yo'q buni. Bu ham g'irt ekonom mashina deb eshitganman, a? Buni benzin rasxodini qarang. 7.2. Xo'p. 7.2. Shahar ichiga 8 ta so'm, 9 ta so'm mana mayli bonusiga. Tak. Qarang, hozir 122 ta bir turbinami bu? Bir turbina. Lekin kitobida 1.5 turbina yozilgan. Motor ustunlik, kuchaytirilgan motorda. Endi biriga ishonamiz. 1.5 ga ishonavering, 1.5 ga ishonib qo'yavering. Ha, bo'ldi. O'sha ot kuchi yuqorida, ot kuchi qancha ko'rdim hozir? 122 ta ot kuchi ekan. 122 ta ot kuchi. Bir turbina 122 ta deb o'ylanib qolasiz-da. Oynalarimiz poni selpi zonasi bor. Selpi zona va qishda, misol muzlab qolmasligi uchun oyna qiziydi, abagreglari cho'p bor, deskulchoy do'stlari bor. 360 bor ekan-a? 360 bor. 360 bor. R18 razmerdagi diska panoramasi bor. Sidina elektronik. Yana sidinalari qiziydi. Mana yerda podsvetka deydimi? Podsvetkalari bor, polnimdoq. O'ziga yarasha bir 50 xilga raqib rangi bor o'ziga. Tinchlantiruvchi podsvetkasi deydi-a, uni. Kechqurunlari yoqib, shaharda aylanib yuradigan mijozda juda buni bilishadi, kayf qanaqa bo'lishini. Bu isitsa ham kerak, isitadi, to'g'rimi? Isitadi. O'rtoqlar, multirullar, monitorni qaranglar. Monitor ham juda chiroyli ekan. Maza qilasiz, xudo xolasa. Hammamizga nasib etsin. Besprovodniy zaryadniklari bor. Mana bu yerda har xil rejimlar turidan bor. Bar deysizmi? Italiya bilan совместно ishlagandan keyin ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, orqalarigacha qiziydi buni. Orqalarigacha qiziydi. Mana shahar ichiga zo'rda, aka. Shahar ichiga zo'r. Shahar ichiga zo'r. Orqa bagaj ponni elektronik ko'tariladi. Bagaj ham katta ekan. Bagaj ichi ham anchagina katta. Mana hozir oxirgi qo'limni uzatibman, yetib bormabdi o'zi. Tagini ochingchi. Tagini ochaman. Mana bu yerda bitta narsasi bor, lekin bu narsani mijozlarga aytmaymiz nimaligini. O'zi bir valiz kelishganda aytamiz. Ha, men topdim o'zi. Bu narsani. Bo'ldi. Xo'pda buni nech pulga qilib beramiz endi, Qobiljon aka? Bu narxi 264 million. So'm narxi. Naqd pulga xarid qilishadigan bo'lsa, yo avto kredit qilib olamiz, yoki bo'lmasa nasiya savdosi bormi deyishsa, nasiya savdosi ham bor. Avto kredit bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich 25% bilan chiqazib beramiz. Nasiya savdoga olamiz deyishadigan bo'lsa, 264 million so'm ustiga ozgina summa qo'shiladi. Shunaqa. Kelishuv bilan bo'ladi. Kelishuv bilan. Ana shu holatda chiqazib beramiz. Boshlang'ich 30% bilan. Qobiljon aka, bularda ham kafolatlari albatta bor. Hammasini inomarkalarimizga 100 ming probeg yoki 3 yil garantiya beramiz. 3 yil garantiya. Gap yo'q. Gruzovolarimizni o'zi yozib ham qo'yganmiz. 3 yil yoki 60 ming probeg.
probekka Ha. beriladi ekan. Xudo xohlasa. Tushunarli. Rahmat Qobiljon aka. Qobiljon aka endi bir tashqarida ham baza bor ekan-a? Tashqarida vibrlarimiz bor. O'rtoqlar tiqilyapti. Hammamiz ketadi, Ha. xudo xolasa. Kelaverasizlar. Avtomobillarimiz, Xudo xolasa, bu yerda tashqari yana eskalatimiz bor. Eskalatimizda turibdi. Kelishadi, xohlagan avtomobillarni tanlab, bemalol xarid qilib ketishaveradi. Mana prom tovarni ham bor ekan, qaranglar. Bu Ha. narxi necha puldan bo'ladi Qobiljon aka? O'zinglar. Tentligini o'zimiz qildirib qo'yibdimiz. Hop. Ko'p hozir mana mijozlar olishadi mashinani ustaxonaga berishadi. Aha. Tent qilgani. Bir hafta 10 kun vaqt ketadi. Ha. Bu tayyor, xudo xolasa qildirib, polni mana bu ichlarni ponurlargacha qildirib, yuk tashiydigan bo'lsa, tayyor qilib qo'yganmiz. Juda zo'r. Zo'r chiqibdi. Xullas, o'rtoqlar, kelinglar, o'zinglar guvoh bo'lasizlar. Mana metanlisi zavodskiy turibdi, mana qo'sh balon, o'sha T30 da mana. Qobiljon aka, manzilni bir aniqroq qilib aytib yuborasiz-da endi. Manzilimiz Namanganga kelganda, Aha. bu tomonda Nestle zapravka. Aha. Nestle zapravkadan bu yog'i Mikroyonga, Navbahor stadioniga qarab yurishdi. Aha. Nestle zapravka svetofor bilan mana shu biz turgan joy 500 metr orasi. 500 metr. Ha, uzoq emas bunaqa masofa. Tushunarli, o'rtoqlar. Ma'lumotda chala kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, lekin video past telefon raqam bemalol Qobiljon aka savollarga javob beradi. Kelinglar, ko'ringlar, bemalol xarid qilinglar. Xudo xolasa yukingiz bo'lsa, yukingiz toshi aniq bo'lsa, xudo xolasa 2 yilgacha mana nasiya savdo ham bor ekan. Bemalol xudo xolasa to'layverasiz. Aka, rahmat ma'lumotlar uchun. Xudo xolasa. O'rtoqlar, kutib qolamiz. Kelinglar Shinray Namangan avtosaloniga. Aloqa qilsanglar lokatsiya qilib berasiz. Xudo xolasa.